Damiz omon dasturida albatta har tong dushanbadan shanbaga qadar biz mega aksiya g'oliblarini aniqlayapmiz. Omadli tomoshabin bugun kim bo'ladi? Diqqat bilan bizni kuzatib borishingiz kerak. Demak, tasodifiy raqamlar generatori bizni bugungi g'olibimizni aniqlaydi. Televizor sohibi yoki sohibasi kim? Diqqat qilamiz. Hayajon bilan. Hamma ishtirokchilarimizga omad tilagan holda e'tiboringizni ushbu televizorga qaratasiz. Marhamat. Tasodifiy biz bir nafar g'olibimizni aniqlaymiz. Omadli tomoshabin bugun kim bo'ladi? Kim? Xo'p, qani marhamat. 97 kodi bilan. Aha. 49 92 abonenti. Tabriklaymiz. Bizlarni chin qalbimizdan tabriklaymiz va shu o'rinda hozir ularning ma'lumotlari ham bizga kelib tushadi. Albatta, tez orada biz g'olibimiz bilan bog'lanamiz degan umiddamiz. Aksiyamizdan endi xabar topayotganlar bo'lsa, albatta bizni ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatishingiz mumkin. Qolaversa, Mening yurtim telekanaliga sozlaning va biz ushbu aksiyamiz haqida batafsil sizlarga aytib o'tamiz. Ism shariflari bor. Rustamova Raimajon Rustamova Xorazmdan 118 ballni to'plagan ekanlar. Qoyil gap bo'lishi mumkin. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. G'oliblar, aksiyada ishtirok etayotganlar hushyor bo'ling. Biz faqatgina aksiya g'oliblarini omon dasturidagina aniqlaymiz. Shuning uchun har tong jonli efirni ko'rish yodingizdan chiqmasin. Ularga bog'lanamiz demak. Bog'lanamiz. 992 raqam egasi. Ishqilib televizor ko'rayotgan bo'ling. Biz bilan birgalikda hayajonni his qilasiz. Raimajon. Nechinchi yil ekanliklarini o'qimadingiz? 99-yil ekanlar. Raimajon desak bo'ladi. 99-yil. Xo'p. Xo'sh, omad yor bo'lsin har biringizga. Aksiya hali davom etadi. Bu hali hammasi emas. 26-dekabr sanasiga qadar bemalol aksiyada ishtirok etishingiz mumkin. Ball yig'ish imkoniyati menda kam-ku deydiganlar yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Hamma sizning harakatingizga bog'liq. Agar botga kirsangiz bilasiz, qo'shimcha ball yig'ish imkoniyati bor. Bemalol mana shu havola orqali yaqinlarga ulashib, bu haqda qo'shimcha ballarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Xo'sh, yana bir bora qo'shimcha raqamga ham xuddi mana shu raqam qo'shilgan ekan, ya'ni ikkita bir xil raqam qoldirilgan ekan, bizga berilgan ekan. Xo'p, balki deb o'ylayapman, hozir ismda adashdilarmikin yoki biz adashyapmiz. Rustamova Rimajon bo'lishi mumkinmi shunaqa? Balki i o'rniga a harfi bosilib ketganmikin? Balki ular ro'yxatdan o'tayotganda shoshilib yozgan bo'lishi ham mumkin. Biz boricha aytyapmiz. Rustamova R deb qo'ya qolamiz, balki shunaqa bo'lsa to'g'ri bo'lar. Xorazm viloyati 1999-yilda tavallud topganlar, 118 ballni qo'lga kiritganlar. Hozir jonli efirdan so'ng bizni xodimlarimiz ularga yana bir bora qo'ng'iroqni amalga oshirishadi va televizor muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Tez kunda sovg'angizni olasiz. Mana shunaqa xursandchilik yollari hayotingizda ko'p bo'lsin albatta. Ma'murlarimiz bog'lanishadi, yana ma'lumotlarni yetkazishadi. Biz esa suhbatimizga o'tsak bo'ladimi? Albatta, usiz bo'lmaydi. Juda ham qizg'in suhbat oldinda, demak, davom etamiz. Marhamat. My5 ni ko'ring, 50 millionni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ling. Mening yurtim telekanali omadli tomoshabinlarni aniqlaydi. Mega aksiyamizni boshlaymiz. Unda ishtirok etib, har kuni televizor va pul yutuqlari, har hafta maishiy texnikalar to'plamlarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bosh sovrin esa 50 million so'm. Ishtirok etish mutlaqo bepul. 24 noyabrdan 26 dekabrgacha har kuni soat 16:00 dan 18:30 gacha. Sirli raqamlarni elektron pochta belgisi Promobank botga yuboring. G'oliblar har kuni jonli efirda omon dasturida aniqlanadi. Aksiyada qatnashish uchun ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilarga 10CV platformasidan 30 kun davomida bepul foydalanish uchun vaucher taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, aksiyada 18 yoshga to'lgan yurtdoshlarimiz qatnasha oladilar.